Ha, bular oldingi yil qolib ketgan, ha? Ashi qisir qolib ketganligi sirasi qo'chqor qo'yib yuborildi-da, qisirligi aniq bo'lgandan keyin. Ha. Endi qarang. Shularni hozir kuzda yana qochirasizmi yo bo'ldim? Bir marta Bo'li. Nima qilmoqchi? Bir yilda bitta to'lalasizmi yo Bir yilda bir marta. qayta qochirsa bo'ladi-da, chunki. Bir yilda bir marta olamiz. Ha, boshqa to'lini olmaysiz. Chunki sog'liqni charchatib qo'yamiz-da. Qarangda ushlagandan keyin bilinyapti-da. Yiqilib turibdi-da. Ushlangda, qarang, telefonni oling, baqing. Telefonda mayda ko'rinadi, katta narsa mayda ko'rinadi. Men oldiga o'zim borayda. Ushlab turing. Bu hali videolarda ushlab ko'rsatamiz-ku qo'ylarda. Mana. Lekin qo'lim sal yetmadi. Mana. Bu real narsa. Ha. Ikki xil qoldi. Ikki xil bo'lib qoldi? Qanday? Telefonda ko'rinmayapti. Telefonda uni mayda ko'rinyapti. A, shuni aytayapman-da men. Telefonda bar mayda ko'rinadi-da, katta-da bu. Ana mayda narsa katta-katta ko'rinadi. Katta narsa mayda tortilib qoladi. Lekin bu korpusi boshqasi. Seni ochgan? Inshaalloh. O'ta keng. Shunday hali ko'zi tish turgan ekan. Yaxshiroq ochiladi. Yo'q, ko'zi tishdan chiqargan ekan. Mana qirqliklari, oldilari qaranglarda, mana bunaqasi o'ta keng. Korpuslari o'ta keng ekan. To'shlari ham o'shanga yarasha chiqqan. Qolgan hammasi tuq bo'ldi. Qirqligi juda zo'r akalar. Juda. Mana bu ustidagi tash sharoitida yuradi. Mashina ustiga. Qimmat ajralgan. 2 yildan beri yaylab ko'rmaydi qo'y. 2 yil. Yo'q, mana mashina chiqmaydi. Uyda turadi. Ha, mashina qarangda o'sha yerda turadi. Mana hozir agar uyda boqilsa mana gapingizga ham mana-da, qarang. Hozir uning ichida ham bor ekan, hozir o'sha hamma qo'ylaringiz bir xil. Lekin agar ular yem yesa, bilmadim. Shunaqa. Ha? Uyda tursa, menimcha bunga yetadi. Shu qo'y 100 necha kilo kelishi mumkin? Kim qancha taxmin qiladi? Metr yo'q lekin aka. Ha? 120 kilo keladimi? 120 kilo. Men 120 kilo ko'r, keladi, ha? Shunday. Necha kilo deysiz? 120 kilo. Qancha chamalayapsiz? Aka bu kam 140 kilo go'sht. Jivoy bo'lsa mana shu. Ya 140 kilo chiqmaydi. Chiqmaydi. 30 kiloni atrofida. 120 to'g'ri urdilar. Ha, hozir Bo'g'ozni holatini bola bosib turibdi. 120 kilo chiqadi bolasi. 120 kilo. Sog'liq. Yana qarangda, hozir tug'adi-ku. Tug'adi, ichidagi suv, po'q, bola-mola chiqib ketadi-ku, o'zini vesi qoladi-ku.